Millar dasturiga murojaatchilardan kelgan bu tasvirlar har bir inson ko'nglini xira qiladi. Aholining ma'lum qilishicha, mahalladagi ariqdan qon aralash suv oqqan. Qadana qarang buni qadana. Qon oqyapti. Yuragi bo'shlar ushbu rasm va videolarni ko'rmagani ma'qul. Ochiq joylarga tashib ketgan. Siz tasvirlarda ko'rayotgan mazkur holatlar mahalliy aholi tomonidan suratga olingan. Aniqlik kiritilishicha, voqea Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida yuz bergan. Boradi, masofasi salkam 4 kilometr, 5 kilometr masofa. Bu yerda etakda yana mahalla bor. Aholini mana bu chorvasi yuradi. Mahalla 1 yildan beri shu sassig'i chidalmay yashab kelyapti. Yozamiz o'tlarga murojaat qilyapmiz, lekin biron bir natija yo'q. Mana hozir ko'rdingiz, buni ariqlar qon bo'lib oqadi aslida bu yerda. Biz mazkur holat yuzasidan darhol Toshkent viloyati SES xodimlari bilan bog'landik. Yangiyo'l tumanida Epkindi MFY Do'stlik ko'chasida joylashgan mas'uliyati cheklangan tadbirkorlar tomonidan parranda mahsulotlarini qayta ishlab chiqarib, ulardan yem tayyorlaydigan sex aholiga juda katta zarar yetkazayotganligi haqida murojaat kelib tushdi. Shu murojaatni o'rganish maqsadida Toshkent viloyati Yangiyo'l Sanepid tumani xodimlari tomonidan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 53-moddasida ko'rsatilgan huquq buzarliklarni sodir etganligi yuzasidan to'plangan hujjatlar to'plamini O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 245-moddasi 3-qismiga muvofiq qonuniy chora ko'rish uchun sudga yuborilgan. Mas'uliyati cheklangan tadbirkorlarga nisbatan o'rganish ishlari davom etmoqda. Batafsil ma'lumot berib boriladi. Fuqarolar murojaatiga ko'ra bugunning o'zida mas'ullar voqea joyiga borib, o'rganish ishlarini olib borishgan. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Epkindi mahalla fuqarolar yig'inidagi fuqarolar murojaati bo'yicha Toshkent viloyat ekologiya boshqarmasi tomonidan nazoratga olindi. Mazkur holat bo'yicha hozirgi kunda o'rganish ishlari olib borilmoqda. Ushbu holat bo'yicha o'rganish ishlari yakuniga yetgach, qo'shimcha ma'lumot berilishi ma'lum qilinadi. Sigirlar o'limiga sabab nima? Rostdan ham ariqdan qon oqizildimi? Biz dasturimizning keyingi sonlarida ushbu savollarga javob topishga harakat qilamiz. Demak, millar mazkur holatni mas'ullar bilan birgalikda nazoratga oladi.